Hech qachon tuxum po'stlog'ini tashlab yormang. Katta kompaniyalar bundan millionlab pul topyapti. Kimdir po'stloqni axlatga tashlaydi, boshqalar esa xuddi shu kalsiyni bankada qimmat narxda sotib oladi. Aslida esa tuxum po'stlog'i deyarli sof tabiiy kalsiy. Ayniqsa yoshi ulg'ayganda tishlar yemirilishi, suyaklar zaiflashishi, bo'g'imlar og'rishi va tana mo'rtlashib qolishda yetishmaydigan narsa. Mana qanday qilib arzon va tabiiy kalsiy olish mumkin. Po'stloqni yaxshilab yuvib 5 daqiqa qaynating va bir kechaga quritib qo'ying. Ertalab esa uni maydalab kukun holiga keltiring. Lekin buni qilishdan oldin shuni eshiting. Odamlar bugun ko'pincha kichik xatolar tufayli tez qarib boryapti va sog'lig'i haqida juda kech o'ylay boshlaydi. Siz esa ko'p pulni dorilarga sarflaysiz, shifokorlar yozib bergani uchun, lekin oxirida foydasi sezilmaydi. Videoni saqlab qo'ying, yo'qotib qo'ymaslik uchun va izohlarda qaysi shahar yoki davlatdan ekanligingizni yozib qoldiring.